Mana hozir biz sessiya o'tkazib chiqdik. Nazokat opa 2,5 soat ishladik siz bilan. Qanaqasiz? Juda yengilman. Aha. Milliarder xonim bo'lib chiqdim. Aha. Nimalar bo'yicha ishladik, nimalar chiqdi? Batafsil ayta olasizmi? Ayta olaman. Juda ham ko'p armonlarim bor ekan. Armonlarimizni yechdik. Yoshlikdan, bolalikdan har doim karma der edim. Bu aslida armon ekan, karma emas. O'shalarni yechdik. Hammasi baribir nima deydi? O'sha armonlarni yo'q qilish kerak ekan. Hech qachon armon qilmanglar. Men tavsiya beraman, armon bo'lib qoldi deb gapirish kerak emas ekan. Armon esa otib yuborish kerak bunaqa narsalarni. Xudo xolasa hammasi zo'r. Demak, katta pullarga chiqishingiz uchun chiqolmayotganingiz sababi nima Nima bo'lib chiqdi? Armonlarim. Nechta armon chiqdi hozir? 10 ta armon chiqdi. Bolalikdan ayta olasizmi misol qilib, mana eshitayotganlarga qiziq bo'lishi mumkinda birortasini. To'g'risi, yoshligimda qo'g'irchoq, Barbie qo'g'irchoqni juda ham xohlaganman. O'sha Barbie qo'g'irchoqni menga olib berishmagan. O'sha menga armon bo'lgan. Armonlarim ko'p bo'ldi, 10 tacha nima qildi. Mana bugungi kunda mashina ola olmayotganingiz armonida ildiz nima ekan? Ildiz o'zim haligi nima deydi? Hozir aytaman. O'sha qo'g'irchoq ham shu mashina hozir. Ko'p narsaga men o'zim masalan armonlarimga o'zim chek qo'yib o'tirgan ekanman. Ana nima deydi? O'zim mashina olishim kerak bo'lsa ham hammasiga armonlarim sababchi ekan. O'sha armon qilmaslik kerak ekan. Mana bular rosa harakat qiladilar mashina olishga-da, lekin hech mashina o'xshamayapti, hech bo'lmayapti. Shunaqa qattiq xohlayman deydilar-da. Hozir mana ildizini kavlasak, ko'p narsaga bolaligida erisha olmay qolgan bo'lib, mana she'r yozgan, she'r yozish bo'yicha shoira taklif qilganlar bularni aytib bering. Keyin siz oyingiz yubormagan, armon bo'lib qolgan shoira bo'la olmaganingiz, qo'shiq ayta olmaganingiz. Qo'shiq ayta olmaganman. Mana yo'q, aytganman, qo'shiq men manaqa she'rlarimni yozib o'zim qo'shiq qilib chiqarishni juda ham xohlaganman. Endi bo'lgan bir martagina aytganman. Последний звонокda aytganman, she'rimni o'zimni qo'shiq qilib aytganman, lekin yana o'shalarni davom qildirishni juda ham xohlaganman, lekin to'xtab ketgan bo'lganda to'xtatib qo'yganman. Armon bo'lib ochilib qolgan o'sha joylar. Anaqa bo'lib ketganda, armon bo'lib ketgan. Ana o'sha bolalikdagi armonlar bo'lyapti-da. O'shaning uchun bugungi kunda bular mashina ola olmayaptilar. Bugungi kunda katta daromadga chiqa olmayaptilar. Ildiz bolalikdagi travmalar, armonlar. Biz hozir bularni yopdik hammasini, xudo xolasa. 10 ta armonni yopdik. O'zi ham bularni diagnostika qilganimda juda ham ko'p nima deydi, yuragida toshlar, juda ham ko'p xafachiliklar ko'ringan edi. Bularni hammasi o'sha bolalikdagi travmalar bo'lib chiqdi. Hozir hammasini yechdik. Mana yuzlariga tabassum. Ayniqsa retritga bora olmaganimiz sababini topdik. Chunki o'tgan safar retritga borganmiz. Ustoz bilan Xumsonga retritga borganimizda mashina problema bo'lib qolgan edi. Mashinada o'shanda o'zimga haligi nima qo'yganman, men mashina olsam retritga boraman degan edim. Bu safar tayyorgarlik ko'rdim, boraman 2 kunga deb nima qildim, lekin imini o'sha kunga ana 25-mayga qaynapam to'y qiladigan bo'lib qoldi, bora olmay qoldim. Keyin hozir o'ylab nima qilib o'tirsam, men yozib qo'ygan edim. Haligi mashina olsam keyingi retritga o'zimni mashinamda boraman deb niyat qilib qo'ygan edim desam, akasi men o'zimga haligi minus qilib qo'ygan ekanman. Haligi qachon mashina olsam o'shanda ustoz Gulnora ustozimni retritiga o'zimni mashinamda boraman deb niyat qilib qo'ygan ekanman-da, to'g'risi. Ong etgan mashina olmading-ki, retrit keldi ana, endi peshkom borasanmi deganda, undan ko'ra bahona qilamiz deb to'y chiqarib qo'ygan. Ko'rdingizmi, oy qanaqa himoya qiladi bizani xohlagan narsalarimizdan, chunki ichida bizani qarorlarimiz turadi-da. Demak, buni yechganimizdan xursandmiz. Alloh bersa mashina hech gap emas, bemalol olasiz, men sizga ishonaman. Daromadga ham chiqasiz, hech qanaqa armon yo'q. Alloh bizani shunaqangi nima deydi, baxtga, izobiliyaga boy qilib yaratganda. Har qanaqa, mana shuncha mashina bor, mana ko'ring, siz ham olasiz. Xudo xolasa. Biz harakatini qildik, sababini qildik. Demak, u yog'ini Allohga topshiramiz. Ko'p narsalarni faqat o'zim siz bilan bog'liqlik qilib tashlagan ekanman-da. Ya'ni nima deydi?
ustozimni sessiya olsam o'sha ishim o'xshaydi, ustozimdan sessiya olsam mashina olaman, ustozimdan sessiya olsam katta pullar kirib keladi, ustozimdan sessiya olsam hamkorlarim ko'payadi deb o'zimga shu narsalar qilib tashlagan. O'shaning uchun ham mani nima bo'lmagan shartlar qo'yib tashlaganman. Alloh nasib qilgan ekan, mana shu bugun mana sessiya oldim to'g'risi. Shu paytgacha lekin rosa ko'p urindim, даже mashina olaman deb ham uringanman, lekin hech qaysi bir nima qilmagan. Sessiyaga kelaman degan kunlarim ham bo'lgan, hammasi bo'lgan, lekin mana shu bugun siz bilan uchrashib mana sessiya olishim kerakli bo'lgan ekan. Allohning nasib qilgan kuni bugun ekanda. Даже retritga ham borolmadim, lekin retritga jon dilim bilan xohlaganim o'zi aslida retritga o'sha narsa menga sababchi bo'lgan, minus bo'lib turgan. Mana retritdan keyin siz bilan uchrashdi, u narsa bo'lgan meni chin dilimdan, men ustozim bilan uchrashaman, albatta sessiya olaman deb. Alloh nasib qilgan ekan, bugun oldik mana sessiyani. Demak, mana yaxshi niyat bilan, ixlos bilan kelganlar sessiya olsam hamma narsaga erishishmaydi. Mana endi rostdan Xudo xolisa erishasiz, chunki biz sabablarni qildik hozir, yechdik sabablarni. O'sha siz xohishlaringizdagi to'siqlarni mani sababchi qilib yechishga yubordi sizni. Alloh qiladi aslida. Men sababchi yechdik mana. Endi Xudo xolisa omad yangiliklarni kutib qolasizlar. Demak, sessiya olmoqchi bo'lganlarga nima fikr berasiz, tavsiyalar berasiz? Sessiya olmoqchi bo'lganlarga o'ylab o'tirmanglar. Bitta narsam bor, o'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi degan. O'ylanib o'tirgandan ko'ra tezroq. Agar men o'sha 1 yil oldin, biz ham masalan 1 yil oldin Xumsonga borganmiz, iyun oyida borganmiz. Retritga Xumsonga borganmiz. O'sha paytda ham o'sha sessiya olaman deb yurgan edim. O'sha paytda o'ylanmasdan turib o'sha sessiya olsam bo'ladi. Menga zo'r imkoniyat qilib berdi ustozim, chunki darsliklarni ko'plarini olib o'qiganman, darsliklarga qatnashganman. O'ylanib o'tirmasdan sirasi sessiya, birinchi o'rinda sessiya olish kerak ekan. Darslikda o'qishdan oldin ham sessiya olish kerak, chunki sessiya sizni ko'p ongingizni ochadi, yo'lingizni ochib beradi, siz nima qilishingiz kerakligini sessiya kelib chiqadi. Bir xillar 10 ta sessiyada ochiladi, bir xillar bitta sessiyada ochadi. Endi Xudo xolasa odzivlarni nima deydi, mana shu rezultatlarni kutib qolaveradi bizdan. Danni momentdagi sizni rezultatingiz hozir nima bor sizda? Mana qalbingizda men xursandchilik ko'ryapman. Yana nima ko'ryapman? Nima his qilyapsiz mana o'zingizda? Mana eng birinchi rezultat mana shu o'zi. Rezultat zo'r, juda ham xursandchilik bilan qanaqadir og'ir yukdan men xalos bo'ldim. Ana shuni ayting. Ota-bobolardan kelayotgan karma, to'g'risi kambag'al oilaning qiziman. Men bu narsani hech qachon bekitmayman. Kambag'al oilaga kelin bo'lganman, lekin shu bugundan boshlab milliarder xonimlardek o'zimni his qilaman. Mendan Xudo xolasa meni avlodim, ajdodim faqat milliarderlar bo'lib o'sishini xohlayman. Men ota-bobolarim bilan, ajdodlarim bilan xayrlashdim, kambag'allar bilan xayrlashdim. To'g'risini aytsam, ular endi milliarder ajdodlarni ko'radi. O'sha narsalarni biz bugun ishlab chiqdik. Ustozimga ming rahmat. Xudo xolasa o'zimni milliarder xonimlarda o'shanaqa ko'rasa yaqinda loyiqman Xudo xolasa. Farzandimni ham shunaqa qilib tarbiyalayapman. Xudoga ming qatla shukr. Mana o'zlari ko'rgan. O'g'limni o'tgan safar lititga olib kelganman. Unda ham nima qobiliyat bor, Xudo xolasa hammasi ko'rasizlar. Juda ham zo'rlikka xursandman. Yaqin kunlarda mashina oldi deb ham Xudo xolasa chiqaradi. Ana, yaxshi niyat. Demak, hammalarga taklif qilamiz sessiya olishni. Sessiya olinglar. Sessiya haqiqatan juda ham yaxshi narsa. Bunaqa nimaga hammaga omad tilab qolaman. Ustoz sizga rahmat, baraka toping, ilohim. Shuncha rahmat sizga. Avvalambor Alloh o'zi nima qilgan? Hiltonda tanishganmiz. O'tgan yili Hiltondan mana 1 yil bo'pti, pashti 1 yildan beri siz bilan mana Xudoga shukr yomon bo'lmadik. Hammasi zo'r. Har doim ustoz bilan birgalikda yurishlik, shunaqa zo'r natijalarga erishishlik nasib qilsin. Rahmat sizga, baraka toping. Sog' bo'ling. Jonim mening, assalam. Xursandman. Juda ham xursandman, haqiqatan juda ham ich-ichimdan xohladim. Yana bugun haligi nima qilib qo'ygan? Aytganday, bugun tezroq yetishib qolinglar, uspet qilinglar. 30% chegirmaydi, nima edi? Sessiyaga qo'ydik hozir. Shunaqa. Harakat qilinglar. Sog' bo'linglar.